Bir mijoz qo'ng'iroq qilib, 4 ta matoyim bor, 240 ga 150. Shulardan nechta nalochka chiqarib bera olasiz dedilar. Mani miyam ketdi hisoblashga. Tikuvchilik bu matematika degani rost ekan. Chunki har xil mijozlar har xil savollar berib qoladi. Masalan, matoyim shuncha, undan qanchalik? Постельный bелье yoki pardalar yoki ko'ylaklar chiqarib bera olasiz deydi. Mana shunga o'xshagan savollarga tayyor turish kerak. Tikuvchi degani bichka nalochkalarni dazmollayotgan, pardada o'rgimcha yurib ketayotgan ekan. Yana foydali maslahat. Mana bunaqa ip yechadigan kruchogingiz bo'lsa, uni nayzasimon uchli tomonini tiqmasdan, qizil tomonini tiqsangiz, materialni yirtmasdan iplarni sotib berar ekan. Nalochkalarni sotilgan joylarini dazmolda qattiq bosib boramiz. Har bitta nalochkalarni dazmollab chiqaman, chunki tikishimga udobniy bo'ladi. Tayyor nalochkalarni o'rtadan bo'lib, tikishga udobniy qilib olaman. Mijozimga qancha kerak nalochka deganimda, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi dedilar. Shuning uchun zapixli nalochka qilmasdan zamugli qilishni ma'qul ko'rdim. Chunki nalochkani zapixsiz tiksam, material ko'proq bo'lib, nalochkalar hisobi ham ko'p bo'ladi. Zamok tikkanimda esa 2 santimetrda zamokdan tashqarisiga chiqarib tikdim. Mijoz ishlatganlarida ham zamoklari ko'rinmaydi, ham boshga botmaydi dedim. Shunaqa qilib 240 ga 150 matoyimizdan naq 24 ta nalochka chiqardim. Har biri 50 ga 60 razmerda. Nalochkalarni qayta o'girib, hammasini bir tekisda, chetlarini ayrloqda ham tikib chiqdim. Chunki mijozim xohladilarki, har bitta nalochkalar delikatniy chiqishini iltimos qilib so'radilar. Mana qizlar nalochkalarni faqatgina materialini o'zini tikmasdan, zamoklarning ichki qismiga ham ayrloq urib yubordim. Nalochkalarimiz tayyor. Videoyimga baho berasiz degan umiddaman.